Assalomu alaykum birodarlar. Mana yangi yilni ham o'tkazdik. Damlarni oldik. Ishni boshladik mana. Ish hamma qiziqdi. Mana shu yerda fasatini qilinyapti. Fasat ham antiqa fasatlardan. Bosh rollarda katta ustalardan Jamshidbek. Jamshidbek. Assalomu alaykum. Uzoqda yurganlar yaxshimisizlar? Mana shogird bola. Rizimat. Mana qor biz tomonlarda. Bo'ldingizmi? Havo yaxshi. Mana tomdi. Tom andulin bo'ladi. Videoning oxirida materiallarni ko'rsataman. Bu yerda fasad bo'ladigan ishlarimizga ketadigan materiallarni. Krashterlar qatirilib, profillar qatirilyapti. Mana fasad materiallari, fasadning panel. Yerda krashterlari, samolyotlar ketadigan. Направляющийся. Hozir yana o'zini ko'rsatamiz. Tomiga mana andolin biz o'zimizni shiferga o'xshaydi, faqat materiali plastmassadan o'xshash, yumshoq. Biz O'zbekistonda issiq o'lkada bo'ladimi andolin, bo'lmaydimi? Bunisini kommentariyada yozarsizlar, bilganlar. Qilganlar bormi O'zbekistonda bundan? Asosiy obyekt qilinayotgan. Shu yerga navbas qilinyapti.